Kim menga o'z fikrini to'liq, lo'nda va tushunarli qilib yetkiza olmasa, o'sha zahoti o'sha inson bilan gaplashmayman. Balki menda ADHD, balki juda ham badman. Bunisini bilmayman, lekin bilib qo'y, men seni degan gapingni eshitishga vaqtim yo'q. Mutlaqo vaqtim yo'q. Masalan, yig'ilishda bo'lsak, xo'sh, biz hozir mana shu odam deb gapiradigan odamlarga juda ham ko'p duch kelaman. Katta odam bo'la turib, gapingga ni qo'shmasdan shunchaki fikringni o'z ona tilingda to'liq tushuntira olmaysan. Hayoting davomida gapirib kelgansan-ku, tentak. Bu g'ashimga tegadi. Jahlim chiqadi, asabim buziladi. Go'xida hammamiz xato qilamiz, lekin buni diqqat bilan eshitsangiz, odamlarning muloqoti aynan mana shunga asoslangan holda muloqot qilishadi. Keyin esa aytishadi, nega odamlar bilan gaplasha olmayapman, qizlar nega menga yoqmaydi? Haligi deganing uchun. Bu tentaklik. Agarda hammasi dabdala bo'lgan bo'lsa, hammasi mana shu tufayli. Sen tentaksan. Odamlarning ko'pchiligi deb o'tib ketaverishadi. Bu g'ashimga tegadi. Kimdir men bilan gaplashmoqchi bo'lsa-yu, lekin duduqlanadigan bo'lsa, u holda kechirasan. Ingliz tilini bilib kelganingdan keyingina sen bilan gaplashaman deyman. O'shanda ikkinchi imkoning bo'ladi. Bilasanmi, sen nuti bo'lmasliging uchun tushungan narsangni qolganlarga ham tushuntira olishing va qiziqarli qilib yetkazib bera olishing lozim. Bu super kuch kabi. Xo'sh, bu kuchni qanday rivojlantirish mumkin? Mashq qilish emas. Ko'pchilik buni mashq qilsam zo'r bo'laman deb o'ylaydi, unday emas. Chunki yomon odatni qayta qilganlik bu yaxshi bo'ldi degani emas. Ha, shunday. 48 yoshda odamlarni bilaman, gapirishni bilmaydi. Butun hayoti davomida gapirib mashq qilgan-ku, shunday emasmi? O'sha odam yetarlicha mashq qilgan, 48 yil davomida gapirgan-ku, tentak. Fikrni yetkiza olish, tahlil qilishing lozim. Senga bitta misol. Bolaligimda shaxmat o'ynagan vaqtimda otam qo'l ostida kuniga 2 soatdan mashg'ulot o'tkazardim. 1 soat o'yin bo'lsa, 1 soat esa o'yinimni qaytadan tahlil qilish, ko'rib chiqish edi. O'ynashni sevardim, lekin tahlil qilishni yoqtirmasdim. Lekin aynan mana shu tahlil meni kuchli qilgan. Men senga buni isbotlab beraman. 8-9 yoshimdagi reytingim taxminan 15 edi, adashmasam. Keyin esa internetda 3 daqiqalik shaxmat o'ynay boshladim, blitz formatdagisini. Va buni 20 yil qilgan bo'lsam, 17 dan osha olmadim. Bolaligimdan buyon yig'ganim o'smadi. 20 yil ichida hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Hech qanday, chunki o'yinimni tomosha qilmasdim. Xatoimga hatto ahamiyat ham bermaganman. Muammo ham aynan shunda. Odamlar shunchaki gapirishadi. O'zlarini chetdan kuzatishmaydi. Men esa bu podkastni 10 martalab qaytadan tomosha qilaman. Har bitta gapim xatomi yoki yo'qmi? Buni hammasini yaxshilab bilib olaman. Keyin menga aytishadi, siz qanday qilib bunday ravon gaplashasiz deb. Senga savol, nega meni podkastim ko'p tomosha qilinadi? Chunki men gapirish bo'yicha juda ham ustaman. Aksariyat odamlar podkast qilgan vaqtda xuddi o'lib qolgan cholga o'xshab gapirishmaydi. Nochor hayot haqida qiynalganligini aytishadi xolos. Lekin nutq haqida aytayotganlarimning hammasi juda qiziq, chunki bu meni hozirgi vaziyatimga ham mos keladi. Voy yetgan hayotda katta bo'lgan vaqtimda o'zimning super kuchimni ishlata olmayapman, chunki mening kuchim faqat gapirish. Agarda oldimga odamni qo'yib uning jag'ini yorishimga ishontirish uchun menga 1 soat vaqt bersangiz, oxirida o'sha insonning o'zi mendan qo'rqadi. Hattoki u bizni eshitmasa ham. Buni hammasi kuzatishdan kelib chiqadi. Bu o'ziga bo'lgan ishonch. Mabodo men gapira olmaydigan bo'lsam, bilasanmi, bu juda ham achinarli holat. Men super kuchimni his qilyapman, chunki men uni ishlatyapman, men shu bilan ketyapman, shu jarayondaman. Va o'zimga nega buncha asabiylashyapsan degandim. Va bir kun tushunib yetdim. Aha, men gapira olyapman-ku axir deb. Gapirishga imkon berilganda esa nutq qanchalik kuchli ekanligini ko'rishing mumkin. Gap bilan hammasini hal qilish mumkin. Hatto Titanik cho'kayotganda agarda men o'sha joyda bo'lganimda edi, kema muzga urilgan vaqtda aytardim. Do'stim, bilasanmi nima? Iltimos, cho'kmagin. Tengsiz zakotim bilan hattoki gap bilan hammasini hal qilishimga ishonardim. Chunki suvda ham boshqa joyda ham hammasi gap. Men shunaqa insonman. Chunki men gapira olaman. Shu uchun ham juda ham alamli bo'lishi mumkin, chunki sen buni ishlata olmaydigan bo'lsang, ko'ti boq. Balki shunda tushunish mumkindir gapirish qanchalik muhim ekanligini. Uni yo'qotganda esa odam xuddi qo'lini yo'qotganday bo'ladi, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Aynan shunday. Ayniqsa bu dunyoda muvaffaqiyatga erishishni istaydigan millionlab odamlar bor. Ulkan marrani ko'zlab qo'ygan, hattoki 5-6 tagacha tillarni yaxshi biladigan insonlar bor, lekin gapira olishni bilishmaydi va mana shu uchun ham hech nimaga erisha olishmaydi. Nimani yo'qotayotganligini bilishganda edi.
Ushbu videoning to'lig'ini tomosha qilmoqchimisiz? Yoki shunga o'xshagan videolarni o'zbek tilida tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, sizni yopiq to'plamga taklif etamiz. U yerda asosan shaxsiyatni kuchaytiruvchi, sport, sog'lom hayot va inson hayoti uchun juda ham muhim bo'lgan ko'nikmalarni olishingiz mumkin bo'lgan videolar bilan to'la. To'plamga haftasiga 2 yoki 3 ta video qo'yiladi. Har 2 yoki 3 oyda katta bo'lgan podkastlarni ham tarjima qilamiz. Bir oy uchun to'plamga qo'shilish atiga 100 ming so'm. Bu summa necha yil o'tgan bo'lsa ham o'zgarmaydi, lekin vaqt o'tishi bilan video soni ko'payishni boshlaydi. Shunday ekan shoshiling. Telegramdan adminga podkast deb yozing yoki kanalimizga obuna bo'ling.